Biz o'zbeklar replarimiz, rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qatorda nima qilyapti? Qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring xola, o'tiring. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqat ishlayman. Jon opa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalar chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib